Bismillah, alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz dindosh va vatandosh, aka-uka, bizni kuzatayotgan birodarlarimiz, biz O'sh oblastida Aravon rayon Gulbahor aylidamiz. Bu yerga kelishimizdan maqsad mana shu uyni shunday holatga kelib qolishligi va mana shunday go'daychalarimizdan 5 nafari mana shu holatda yashayotgan holat siz bilan bizni bu yerga olib keldi. Birodarlar, tafakkur qilaylik, shunday bir hozirgi yaxshi yashayotgan va taraqqiyotga yetdik degan vaqtda mana shu holatda siz bilan bizni birodarlarimiz bor. Birodarlar, biz qanday bir yaxshi uylarda yashayapmiz. Subhanalloh. Hozirgi paytda biz brushatka tanlayotgan, kafel tanlayotgan holatimizda hatto oxlagan imkoniyati yo'q, hatto patolog qoqqan imkoniyati yo'q oilalarimiz bor. Alloh rozi bo'lsin. Mana shu joyda местный xalqi o'zlari ozginadan bir beton quyishdi. Oradan yog'ochlar chiqarishdi va g'ishtlarni tushirib bu yerga stroykani boshladi. Inshaalloh mana shu joyda maktab direktori bu ishga bosh bo'lib, shu ishni olib boryapti. Bularga yordam beraylik. Bu bolajonlarimizni shu biz xohlagan, biz yashayotgan yashovdagi bularga ham chiroyli uy solib beraylik degan maqsadda shu karta nomerlar o'zlaringiznikini qo'yganmiz. Shu karta nomerlar sizlarga aytib o'tamiz. Iltimos shu karta nomerlarga befarq bo'lmaysiz degan umiddamiz. Birodarlar, karta nomerlarni aytib o'tamiz. 0776 bilan 16 05 75 nomerida Jamoliddin M bo'lib chiqadi. Mana shu joyda местный maktab direktori bo'ladi. Akamiz juda ham bir yaxshi odam. Biz bilan ko'p yillardan beri birga ishlashib, shu xalqqa yaxshilik qilib, shunday bir yaxshi savobli ishlarda doim bu akamiz shunday yaxshi ishlar qilib keladi. Iltimos shu karta nomerlarga bee'tibor bo'lmaysizlar aka-ukalar. Mana shu jigarlarimiz ham chiroyli uylarda yashab qolishsin. Bularda ham o'z imkoniyatlari bor, bo'lgan bir yigitlardan qilib, bularda ham Alloh taolo ertaga siz bilan bizga o'xshab shunday sadaqalar berishlik, ya'ni yaxshi ishlar qilishlikni bularga ham Alloh taolo nasib qilsin. Hali yosh bolalar inshaalloh kelajagi bor. Jigarimga ham Alloh sabr bersin, uylari bitib ketsin inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.